5 raqamini takrorlaymiz. Oramizda yangi kelganlarimiz ham bor, ha? Xo'p. Yaxshi. Zamzama, aytingchi, bu yerda nechta magnit turibdi? 5 ta. Shoshma. Nechta sanaymiz? 1 2 3 4 5. 5 raqamga qani qo'llada 5 raqamni ko'rsataylikchi. Barakalla. Yozish esimizda, yangi kelganlar uchun takror o'rgatib qo'yaman. Qolganlarimiz uchun nima bo'ladi? Takrorlash bo'ladi. Demak, e'tibor bering, bu sizni daftaringizdagi kadakcha. Kadakcha. E'tibor beramiz. Yaxshilab qo'limning harakatiga qarab turing. Tayoqcha, qorincha, shapkacha. Qanaqa edi? Tayoqcha, qorincha, shapkacha. Esimizdan chiqmaydi. Bu yangi kelgan bolalarimiz uchun ham esda qolarli bo'ldimi 5 raqamini yozish? Demak, 5 bu 5 ta magnit degan ekan. Barmog'imizdagi 5 yana bitta ko'rsatib qo'yaylikchi. Barakalla, yaxshi. Xo'p, taqqoslash, ya'ni ko'p, kam degan narsalar ham sizlar bilan o'tgan edigan. Unda bitta esga olaylik. Qani, Fotimaxon, aytingchi, 5 ta banan ko'pmi, 4 ta banan ko'pmi? 5 ta. 5 ta banan ko'p. Katta yoki kichik belgisini og'zini 5 tomonga qaratib ochaman, 4 tomonga. Barakalla, yaxshi. Xo'p, Imronbek, aytingchi, 3 ta qurut ko'pmi yoki 2 ta qurut ko'pmi? 3 ta. Qurut yaxshi ko'ramiz, a? Yaxshi. Xo'p, Muhammadjon, aytingchi, 4 ta muzqaymoq ko'proqmi yoki bitta muzqaymoqmi? 4 ta. 4 tasini bo'lsa mazza qilib yeymiz, a? Abdulhakim, aytingchi, 2 ta mashina ko'pmi? 2 ta velosiped ko'pmi? 2 tasi nima ekan? Teng ekan. Barakalla. Hozir daftarlaringizda 5 raqamini yozishni takrorlab olamiz. Yangi kelgan o'quvchilarimiz uchun yozishni mashq qilamiz. Qolganlarimiz bilan bitta-bitta chiqib doskada bugungi 5 raqamiga oid misollarni birgalikda ishlaymiz. Barakalla. Yozib qo'yamiz natijani. Misolni o'qib bering, o'g'lim. Barakalla, o'g'lim. Avval o'qing, Mustafo. 5. Xo'p. Barakalla, o'g'lim. 1 Barakalla, o'g'lim. Allah. 2 qo'shilgan 2 teng. Inchi bo'ladi? Tizamizni yerga qo'ymaymiz-a, o'g'lim? Birinchi. Barakalla. Shoshilmang. 5 raqam ekan, uni qo'lida bitta qo'lida 4 ekan, ikkinchi qo'ldagi topishni nima qilamiz? Qanaqa qilib topding? 5 ta 4 aytsa 1 qoladi. Barakalla, o'sha biri yozib qo'yasiz unda ikkinchi qo'liga. Fatxon, sizni 5 raqamingiz bir qo'lida 3 bor ekan, ikkinchi qo'ldagini topishingiz kerak ekan. Qanaqa qilib topasiz? 5 ta barmog'ingiz bor edi. Unda 3 tasini nima qilamiz? Yopamizmi, qo'shamizmi? Yopdik, nechta qoldi? 2 ta raqam. Demak, yashiringan son necha ekan? 2 raqam ekan. 2 sonini hozir yangi bugun kelganingiz uchun yozishni bilmaysiz. Nima qilamiz? 2 ta tayoqcha qo'yib qo'yamiz. Qo'ying 2 ta tayoqchani. Tayoqcha yozishni o'rgandik-a? Ha, bitta tayoqcha. Qani? 5ingiz bitta qo'lida 2 ekan, ikkinchi qo'ldagini topish uchun nima qilamiz? 3. Qanaqa qilib topdingiz? 5 ta qoldi. Ha? 3 ta qoldi, barakalla. Yaxshi, tezroq yozamiz. 2 kattami, 4 kattami? Barakalla.
3ta ko'pmi, 4ta ko'pmi? 4'te. Barakalla o'g'lim. Kim 3 kattami, 5 kattami? Barakalla. Qo'ying ishorasini. Kattami, 3 kattami? 5 barakalla. Kattami, 1 kattami? Barakalla. Ishorasini qo'yamiz. 1 kattami, 5 kattami? 5. Barakalla, ishorasini qo'ying. Kattami, 2 kattami? 5. Barakalla qizim.